Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har birimizga bevosita taalluqli bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz pensiya oladigan bo'lsangiz, yaqinda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, ushbu videoni bir daqiqa ham o'tkazib yubormasligingizni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya jamg'armasi aprel oyida pensiya to'lovlarida kechikishlar kuzatilishi va pensiyalar hamma uchun ham oshirilmasligi haqida ogohlantirdi. Bu sabr ko'pchilik uchun kutilmagan bo'lishi mumkin va moliyaviy rejalaringizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, chunki bu ma'lumot har bir pensioner uchun, har bir oila uchun o'ta muhim. Hatto hozircha pensiya olmasangiz ham bu sizni ertangi kuningizga ta'sir qiladi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tamiz. Oldinlari aksariyat pensionerlar pensiya to'lovlarini har oyning ma'lum bir sanasida aniq va muntazam ravishda olishga odatlangan edilar. Pensiya oshirilishi haqidagi xabarlar odatda oldindan e'lon qilinardi va bu oshirishlar ko'pincha deyarli barcha pensiya oluvchilarga tegishli bo'lardi. Bunda nafaqat davlat pensiyalari, balki imtiyozli pensiyalar ham ma'lum bir indeksatsiya sxemasi bo'yicha oshirilar edi. Pensionerlar o'z moliyaviy rejalashmalarini aynan shu barqarorlikka asoslab qurar edilar. Har bir oy boshida yoki o'rtasida pensiya kartasiga mablag' kelishini kutish odatiy hol edi. Ammo hozirda vaziyat bir muncha o'zgarganini pensiya jamg'armasining so'nggi bayonotidan anglashimiz mumkin. Endi nima o'zgardi? Pensiya jamg'armasi tomonidan e'lon qilingan ogohlantirishga ko'ra, aprel oyida pensiya to'lovlarida ba'zi kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu degani odatiy sanada pensiya kartangizga pul tushmasligi yoki pochta orqali oladigan bo'lsangiz, uni bir necha kun kechroq qabul qilishingiz mumkin. Eng asosiysi pensiyaning oshirilishi ham universal bo'lmaydi. Ya'ni hamma pensionerlar ham pensiyalarining oshirilishini kutmasliklari kerak. Bu yangi tizimga o'tish, yangi qoidalarni joriy etish yoki ma'lum bir kategoriyadagi pensiyalarni qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra bu o'zgarishlar asosan pensiya tizimini raqamlashtirish jarayonlari, ma'lumotlar bazalarini yangilash va ijtimoiy yordamni aniqroq manzilli etkazish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida ma'lumotlarni qayta ishlashga ko'proq vaqt talab qilishi va natijada ba'zi holatlarda kechikishlarga sabab bo'lishi tabiiy. Keling, endi bu vaziyatni batafsil ko'rib chiqamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar savotir olishi kerak va kimlarning savotirlanishiga hojat yo'q? Avvalo, nimalarni bilishingiz kerak? Kechikishlar pensiya jamg'armasining ta'kidlashicha, yangi axborot tizimi joriy etilishi va eski ma'lumotlar bazalarini yangisi bilan integratsiyalashuv jarayonlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu jarayonlar murakkab bo'lib, millionlab pensionerlar ma'lumotlarini qayta ishlovdan o'tkazishni talab etadi. Har qanday yangi tizimni ishga tushirishda dastlabki bosqichda teknik nosozliklar, ma'lumotlar almashinuvidagi uzilishlar va kutilmagan muammolar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Bunga qo'shimcha ravishda pensiya oshirilishining barcha uchun amal qilmasligi ham muhim jihatdir. Ehtimol aprel oyidagi oshirishlar faqat ma'lum bir ijtimoiy guruhlarga, masalan, minimal pensiya oluvchilarga, yo'lgiz keksalar yoki nogironligi bor shaxslarga qaratilgan bo'lishi mumkin, yoki bu oxirgi marta pensiya oshirilganiga ancha bo'lgan shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Bu degani, agar siz ushbu kategoriyalarga kirmasangiz, pensiyangizda oshirishni kutmasligingiz kerak. Davlat ijtimoiy yordamni yanada manzilli qilishga intilayotgani sababli bunday selektiv yondashuv tobora ko'proq qo'llanila boshlanmoqda. Kimlar savotir olishi kerak? Birinchidan, ma'lumotlari eskirgan pensionerlar. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, bank hisob raqamingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa-yu, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, sizning ishingiz qayta tekshiruvga tushishi va to'lovlar kechikishi mumkin. Ikkinchidan, o'zgaruvchan pensiya turlarini oluvchilar. Masalan, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Ularning holati va nogironlik darajasi ma'lum muddatlarda qayta ko'rib chiqilishi shart. Agar sizning qayta ko'rik muddatingiz aprel oyiga to'g'ri kelsa, to'lovda kechikish kuzatilishi yoki oshirish uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Uchinchidan, yaqinda bank kartasini yoki bankni o'zgartirganlar. Pensiya to'lovlari ko'pincha avtomatlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshiriladi. Bank ma'lumotlaridagi o'zgarishlar tizimda aks etishi uchun ma'lum vaqt talab etiladi va bu kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, pensiyaga yangi chiqqan fuqarolar. Agar siz yaqinda pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz va aprel oyida birinchi to'lovingizni kutayotgan
otayat bukkalak çıksuta kilta çıkıltsanta bangiz talak yangi tizimning ishga tushishi sababli sizning arizangizni qayta ishlash jarayonida kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu mutlaqo normal holat, chunki har bir yangi ariza tizimda alohida ko'rib chiqiladi va uning integratsiyasi vaqti bilan qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Kimlarning savotirlanishiga hojat yo'q. Birinchidan, uzoq yillardan beri barqaror ravishda pensiya olib kelayotgan ma'lumotlari to'liq va yangilanaysiz. Panang agar sizning barcha ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi tizimida to'g'ri aksatgan bo'lsa, sizning pensiya to'lovingiz o'z vaqtida amalga oshirilishi ehtimoli yuqori. Ikkinchidan, yaqinda pensiyasi oshirilganlar punti. Agar sizning pensiyangizga oksirgi bir necha oy ichida indeksatsiya yoki boshqa sabablarga qora oshirish kiritilgan bo'lsa, aprel oyidagi selektiv oshirish sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Bu esa sizning pensiyangiz o'zgarishsiz qolishini anglatadi, lekin kechikishlar ham kamroq ehtimol bilan yuz beradi. Uchinchidan, rasmiy ma'lumotlar bazasida hech qanday muammosi yo'q deb hisoblanganlar. Agar sizda o'zgartirishlar bo'lmasa va pensiya jamg'armasi bilan munosabatlaringiz sillik kechayotgan bo'lsa, siz savotir olmasangiz ham bo'ladi. Keling bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'taylik. Birinchi misol, Dilfuza opa 70 yoshda. U kishi har oyning 5 sanasida o'z pensiyasini bank kartasiga qabul qilardi. Ammo Dilfuza opaning pasporti o'tgan yili yangilangan, biroq bu haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Yangi tizimga o'tish jarayonida Dilfuza opaning pasport ma'lumotlari bazadagi eski ma'lumotlar bilan mos kelmay qolishi mumkin. Natijada uning pensiya to'lovi 5 sana o'rniga 10 sanaga yoki undan ham kechroqqa qoldirilishi ehtimoli bor. Oshirish masalasida esa, agar Dilfuza opaning pensiyasi minimal pensiyadan yuqori bo'lsa va u alohida ehtiyojli guruhga kirmasa, uning pensiyasi aprel oyida oshirilmasligi mumkin. Bu Dilfuza opa uchun moliyaviy rejalarda muammolar tug'dirishi mumkin. Chunki u pensiya kelishini kutib, ba'zi xarajatlarni shu kunga rejalashtirgandi. Ikkinchi misol, Botir aka 80 yoshda yaqinda nafaqaga chiqqan va aprel oyida birinchi pensiya to'lovini kutmoqda. Botir akaning barcha hujjatlari tartibda. Ammo yangi tizimning joriy etilishi sababli uning arizasini qayta ishlash jarayoni odatdagidan ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Agar odatda pensiyalar 20 kun ichida tayinlangan bo'lsa, aprel oyida bu muddat bir osaya zarakadaza egita inkata ni mkamtam kana kititot kikin tanantan. Botir aka oilasini birinchi pensiya puli bilan ta'minlashni kutayotgan edi, biroq kechikish sababli burajalar kechiktirilishiga to'g'ri keladi. Oshirishga kelsak, Botir aka yangi pensiya oluvchi bo'lgani uchun uning pensiyasi aprel oyidagi selektiv oshirishlarga kirmasligi mumkin. Chunki bu oshirishlar ko'pincha uzoq vaqt pensiya olgan va pensiyasi indeksatsiyalanmagan guruhlarga qaratiladi. Uchinchi misol, Gulnora opa 80 yoshda nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik guruhi har 2 yilda bir marta qayta ko'rikdan o'tadi va uning navbatdagi qayta ko'rik muddati aprel oyiga to'g'ri keladi. Yangi tizim sharoitida qayta ko'rikchilik ona annana adri katili pi roz cho jizilishi panjazin qo'shimcha hujjatlar talab etilishi mumkin. Bu esa Gulnora opaning pensiya to'lovlarida vaqtincha uzilishlarga yoki kechikishlarga olib kelishi mumkin. Agar uning nogironlik guruhida o'zgarishlar bo'lsa, bu uning pensiya miqdoriga ham ta'sir qilishi mumkin. Oshirish masalasida, agar nogironlik pensiyalari umumiy oshirish kategoriyasiga kiritilmagan bo'lsa, Gulnora opaning pensiyasi o'zgarishsiz qolishi mumkin. Bu esa uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. To'rtinchi misol, Alisher Bobo 75 yoshda uzoq yillar davlat muassasasida ishlagan va har oyning sanasida o'z pensiyasini pochta bo'limi orqali qabul qiladi. Alisher Boboning barcha ma'lumotlari eskirgan emas, pasporti amal qilish muddati tugamagan va pensiya jamg'armasi bilan munosabatlari har doim tartibda bo'lgan. Bunday vaziyatda Alisher Boboning pensiyasi o'z vaqtida yetkazilishi ehtimoli yuqori. Agar pochta xizmatlarining o'zida kechikishlar yuzaga kelmasa, Alisher Bobo savotir olmasligi mumkin.
pensiya oshirilishi masalasida. Agar Alisher Bobo uzoq muddat pensiya oluvchi sifatida maqsadli guruhga kiritilgan bo'lsa, u ham oshirilgan pensiya olishi mumkin. Bu uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolishiga yordam beradi. Endi esa istisnolarga, satarlarga va ko'zdan kechirilmaydigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Istisnolar pensiya to'lovlarining kechikishi odatda bir necha kunni tashkil etadi. Ammo ba'zi hollarda ayniqsa ma'lumotlar bazasidagi jiddiy satolar yoki identifikatsiya muammolari bo'lsa, bu kechikishlar bir hafta yoki undan ham ko'proq muddatga cho'zilishi mumkin. Bu holatda pensioner o'z vaqtida zarur choralarni ko'rishi shart. Shuni ham ta'kidlash joizki, ayrim hududlarda yoki tumanlarda yangi tizimni joriy etish jarayoni boshqa joylarga nisbatan tezroq yoki sekinroq amalga oshirilishi mumkin. Bu hududiy farqlar ham to'lovlarning kechikishiga ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun Toshkent shahridagi pensionerlar tizim yangilanishini tezroq his qilishlari mumkin bo'lsa, chekka qishloqlarda bu jarayon biroz kechroq yoki ba'zi hollarda umuman sezilmasdan o'tib ketishi ham mumkin. Satarlar. Agar pensiya to'lovi umuman kelmasa yoki kutilganidan kamroq miqdorda kelib tushsa, bu jiddiy satar hisoblanadi. Bunday holatlar ba'zan tizimdagi satolar inson omili sababli noto'g'ri ma'lumot kiritilishi yoki hattoki firibgarlik harakatlari tufayli yuzaga kelishi mumkin. Agar pensiyangiz kamayganini yoki umuman tushmaganini sezsangiz, darhol tegishli idoralarga murojaat qilishingiz shart. Ba'zi hollarda pensiya miqdori ortiqcha to'langanligi aniqlansa, kelgusi to'lovlardan ushlab qolinishi ham mumkin. Ammo bu holat qonuniy asosda va pensioner ogohlantirilgan holda amalga oshirilishi kerak. Shuningdek, ehtiyot bo'ling, noma'lum shaxslar sizning pensiya kartangiz ma'lumotlarini so'rab qo'ng'iroq qilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlari hech qachon kartangizning to'liq raqamini, PIN kodini yoki CVV kodini telefon orqali so'ramaydilar. Ko'zdan kechirilmaydigan nozik jihatlar: birinchidan, pensiya oshirilishining avtomatik yoki ariza asosida bo'lishi. Ko'pchilik pensiya oshirilishi avtomatik tarzda amalga oshiriladi deb o'ylaydi. Biroq ba'zi bir ijtimoiy to'lovlar yoki qo'shimcha imtiyozlar uchun alohida ariza berish talab qilinishi mumkin. Shu sababli pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini diqqat bilan kuzatib borish muhimdir. Agar sizga ma'lum bir ijtimoiy yordam turi tegishli bo'lsa va u avtomatik tarzda hisoblanmayotgan bo'lsa, siz uni so'rab murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchidan, bank orqali yoki pochta orqali to'lovlar. Pensiya to'lovlari bank kartalariga o'tkazilganda yoki pochta orqali naqd pulda yetkazilganda kechikishlar turlicha bo'lishi mumkin. Bank tizimlarida kechikishlar ko'pincha texnik nosozliklar bilan bog'liq bo'lsa, pochta orqali yetkazishda inson omili, logistika muammolari yoki hududning olisligi sababli kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Agar siz pochta orqali olsangiz, pochta bo'limi bilan bog'lanib, pensiyangizning kelish sanasini aniqlashtirishingiz lozim. Uchinchidan, xorijda yashovchi pensionerlar. Agar pensioner vaqtincha yoki doimiy ravishda mamlakatdan tashqarida yashasa, uning pensiya to'lovlarini olish tartibi o'ziga xusus qoidalarga ega. Bunday shaxslar o'z vaqtida o'zlarining yashash joylari haqida ma'lumot berib turishlari, ba'zan esa konsullik orqali tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishlari shart. Aks holda ularning pensiyalari to'xtatib qo'yilishi yoki kechikishi mumkin. To'rtinchidan, unutilgan kategoriyalar. Ba'zi pensionerlar guruhi, masalan, harbiy pensionerlar, ichki ishlar xodimlari yoki boshqa maxsus xizmatlar xodimlari uchun pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ularning pensiyalari ham umumiy tizimda kechikishlarga duch kelishi mumkin, ammo ularning oshirilishi yoki boshqa masalalarida o'ziga xusus qoidalar amalda bo'ladi. Agar siz ana shunday kategoriyaga kirsangiz, o'z idorangizning pensiya ta'minoti bo'limi bilan bog'lanishingiz zarur. Amaliy maslahatlar: so'sh bunday vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, vahimaga tushmang, lekin tayyor turing. Bir necha kechikish bo'lsa, bu odatiy holat. Ammo agar kechikish bir haftadan oshsa, harakat qilishingiz kerak. Ikkinchi qadam, rasmiy e'lonlarni kuzating. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini muntazam tekshirib boring. U yerda yangi ma'lumotlar, kechikishlar sabablari va qoralar haqida ma'lumotlar e'lon qilinishi mumkin. Uchinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, bank hisob raqamingiz yoki bank kartangiz raqamlari pensiya jamg'armasi
tizimida to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, zudlik bilan mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ularni yangilang. Masalan, agar siz bank hisob raqamingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, yangi hisob raqamingiz haqida pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. 4-chi qadam. Bunda murojaat qilish uchun aniq yo'riqnomalar. Bu pil qayerga borish kerak? Birinchi navbatda siz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qiling. Ularning qabul vaqtlari va telefon raqamlarini oldindan aniqlashtirib oling. Agar shaxsan bora olmasangiz, ishonchli vakilingiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. 2. Qanday hujjatlar kerak? O'zingiz bilan pasportingizning asl nusxasi va nusxasi, pensiya guvohnomangiz, pensiya kitobchangiz, bank kartangiz yoki hisob raqamingiz ma'lumotlari hamda pensiyangizga oid boshqa har qanday hujjat, masalan, avvalgi to'lovlar haqidagi cheklarni oling. Agar sizda ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa, masalan, yangi pasport, yangi bank karta, ularning asl nusxalari va nusxalarini ham o'zingiz bilan olib boring. 3. Nima deb yozish kerak? Agar muammo telefon orqali hal bo'lmasa, yoki tushunarli javob olmasangiz, yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda o'zingizning familiyangiz, ismingiz, sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya raqamingiz, guvohnomangiz raqami, yashash manzilingiz va aloqa telefon raqamingizni aniq ko'rsating. Muammoning mohiyatini, masalan, aprel oyi uchun pensiya to'lovi 2004 yil 5 aprelda o'tkazilishi kerak edi, ammo shu kunga qadar kelib tushmadi. Aniq bayon qiling va pensiya jamg'armasidan vaziyatni aniqlashtini, sababini tushuntirishni va muammoni bartaraf etishni so'rang. Arizangizni 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga qabul qildirib, ikkinchi nusxasiga qabul qilib olganligi haqida belgi, sana, imzo, shtamp qo'ydirib oling. Bu kelajakda sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim dalil bo'ladi. Faqat telefon orqali murojaat. Agar sizda pensiya jamg'armasining ishonch telefoni yoki call center raqami bo'lsa, u orqali ham murojaat qilib ko'ring. Suhbatlashgan xodimning ismini, murojaat sanasini va berilgan javobni qisqacha yozib oling. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. 5-chi qadam. Hamma hujjatlarni saqlang. Barcha arizalarning nusxalari, pensiya jamg'armasi bilan bo'lgan yozishmalar, telefon suhbatlari tafsilotlari va qabul qilingan javoblarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Bu kelgusida sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhimdir. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar sizga pensiya jamg'armasining aprel oyidagi ogohlantirishi yuzasidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni tushunishga va qanday harakat qilish kerakligini bilishga yordam berdi. Eng muhimi xotirjamlikni saqlash, ammo harakatsiz qolmaslikdir. O'zingizning pensiya huquqlaringizni himoya qilish uchun faol bo'ling. O'z vaqtida ma'lumotlaringizni yangilash va muammolar yuzaga kelganda darhol murojaat qilish sizning moliyaviy barqarorligingizni saqlashning eng muhim omillaridan biridir. Sizningcha pensiya to'lovlarida kechikishlar va oshirishlarning hammaga tegishli bo'lmasligi qanchalik adolatli? Bu holat sizga qanday ta'sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki biz birgalikda eng muhim masalalar bo'yicha xabardor bo'lib boraylik. Kelgusi videolarda ko'rishguncha